Ha, bola, bu ancha katta muammo. Qaranglar, yo-moyo, barcha-barchaga salom, sizlar men Kompot yangigina videomizga xush kelibsiz. Bizda hech qanday ovqat ham qolmadi, hech narsa qolmadi. Hammasi tugadi. Bizda hamma tugadi. Produktlarni olib kelish kerak edi poyezd, lekin kelmayapti. Necha kundan beri kelmayapti. Biz kutyapmiz, kelmayapti. Menimcha 3 kun bo'lib qoldi kelmayotganiga. Bizda esa уже ovqat tugadi. Nimaga meni urushayotgan bo'lishlari mumkin. Chunki men axir fermersan-ku, sen ishlashing kerak edi deyishlari mumkin. Lekin agar unga yetadigan narsa bo'lmasa, qanday qilib men fermerlik qilishim mumkin? Ha, to'g'ri. Demak, ayb menda ham emas. Demak, bizda ham yo'q o'ldi. Ovqat ham yo'q, hech narsa yo'q. Menimcha bizda faqatgina mana bu ozgina mana bu joyda ovqatlar bor. Shular qolgan va shular mana menimcha bir kunga ham qolmasa kerak. Nimadir qilishga mana bu yerlarda ozgina kartoshka bor ekan, 5 ta kartoshka bizda. 5 ta kartoshka mana qishloqlar bir narsa desa mana bu 5 ta kartoshkani o'zlari bir narsa qilib o'zi ham yeb olsin, xohlasa tolashadi, menga farqi yo'q. Umuman qiziq emas. Nima bo'lsa ham, lekin bizning qornimiz och. Demak, bitta so'rab ko'rish kerak, keldimi yo'q kelmadimi? Assalomu alaykum, keldimi yo'q kelmadimi poyezd? Aytib yuborolmaysan. Yo'q, hali kelgani yo'q poyezd. Qachon keladi? Bilmadim. Kirib ko'rsam mayli, koring bo'lmasam ketdik sразу elab. Demak yo'q ekan, nima bo'lsa ham mayli. Ketdik unda bo'lib. Juda ham yomon qornimiz ochib o'lmasak. Yo'q, balkim bitta zo'r ideya borda qaraychi, balkim poyezd kelmayotganu qanaqadir sabab bordir hozir. Demak, men qarab ketishim kerak. Albatta, u juda ham xatarli bo'lishi mumkin. Chunki albatta oddiy temirli qilich emas, albatta olmoslik qilichlarimiz. Menimcha ancha xavfli bo'lishi ham mumkin yoki uncha emas. Eng muhimi shuni olib olsak bo'ldi. Ketdik unda, let's go. Borib kelishimiz kerak. Bo'lmasam menimcha yaqinda o'sha ovqatimiz unga bo'ladi. Ovqatsiz qolamiz. Shu uchun ham tezlashish kerak faqatgina. Xo'sh, bo'lmasam ketdik. Voy, qayoqqa ketyapsiz? Men anavi yerga qaragani ketayotgandim. Men hozir militsiyaga qo'ng'iroq qilaman. Bu yerdan keting hoziroq. Iltimos, men kirishim kerak, hozirroq borishim kerak. Yo'q, bu yoqqa kirib bo'lmaydi. Keting hoziroq. Nima qilsam ekan? Men hozir tekshirib kelishimga ovqat kelayotgan, kelmayotgan, nimaga kelmayotganini sababini bilishim kerak-ku. Sizni bu narsaga aralashishingiz mumkin emas. Hoziroq keting bu yerdan. Xo'p, sizni nima desangiz bo'ldi. Militsiyaga qo'ng'iroq qilmasa bo'ldi. Ya'ni politsiyaga. Mayli, nima bo'lsa ham bo'lib ketdik bo'lmasa. Nima qilsak bo'ladi unda? Nima qilamiz? Savol-da, nima qilamiz? Men tushunmayapman. Nima qilsak bo'ladi? Bo'lsa bu yerda уже biz даже endi 1 kun yoki 2 kun yashashimiz mumkin ovqatsiz, lekin уже 3-chi bir haftadan keyin уже bo'ldi, уже hayotimiz tugaydi. Bo'ldi, nimadir qilishim kerak men. Просто hamma yo'q ketayotgan ko'rish juda ham ayanchli va juda ham g'alati. Biz nima qilishimiz kerak? Ovqatdan ochlikdan o'lgim kelmayapti meni. Hali ko'p yashashim kerak. Yoshman hali, nogironman. Короче, xo'sh, balkim birorta yo'q. Ovqat topish kerak. Ovqat yo'q. Umuman ovqat yo'q. Kitob. Mayli. Kitob ozgina o'qidim. Nima bo'lsam kechqurun tushda zo'r ideya ham yana bitta topdim. Kechqurun uxlab qolganda sразу o'tib olamiz. Juda ham oson va juda ham yaxshi ideya edi. Chunki boshqa ilojimiz ham yo'q. Bir haftadan keyin уже hammasi voz kech. Hammasidan keyin bir haftadan keyin уже bo'ldi. Hammasi tugaydi bizda. Shu uchun ham tezroq harakatimizni qilishimiz kerak. Balki bir hafta, balki bir oyda bilmayman lekin. Mayli, faqat sekinlashimizga tezlashimiz kerak. Adashib ketdim. Tezlashib tezroq borishimiz kerak. Juda ham sekin. Sekin. Uncha hali ham uxlashmagan. Sekin. Qaraylik, uxlaganmi, uxlamaganmi? Sekin yuramiz. Qo'y odam, qo'y. Uxlamabdi shekilli. Yo-moyo. Menimcha uxlamabdi shekilli, ko'zi ochiq turibdi. Balkim ko'zini ochib uxlar, tikka turib, lekin g'alati, juda ham g'alati. Menimcha qarang, meni umuman ko'rmayapti. Yo-moyo, burchakdan ko'rinishim kerakmi men? Mayli, даже meni ko'rmadi. Sekin, ehtimol qarshi sekin orqasidan o'tamiz. Sekin menimcha orqasidan. Ko'rmayapti. Let's go, orqasidan ko'rmayapti. Sekin orqasidan o'tib qarab ko'raylikchi. Meni ko'rarmikin, ko'rmadimikin?
Xo'sh, sekin. Yo, ko'rmas ekan meni bo'ldi. Ketdik bo'lmasa bola. Let's go. Oldindan qanaqa xatar borligini bilmayman, lekin borsam ketdik bola. Nima bo'lsam ketdik. Juda ham qo'rqinchli, juda ham g'alati. O'ta kinolarga o'xshab oldindan qanaqadir poyezd chiqib qolsa men qayerga qochishni bilmay qursam, yo-mayo, oldinga qarab qochishga tayyorlanish kerak. Nima bo'lsa ham juda ham xatarli bir seylar bo'lib, shunaqa tezlikda keladi, to'xtaolmayman даже. Sразу yuvib ketadi. Просто ham bitta putingiz tepada, bitta putingiz pastda bo'lib qoladi. Nima bo'lsa ham mayli, ketdik bo'lmasa bo'ladi. Qaysi tarafga yurishni ham bilmayman. Qorayli вообще. Ozgina sinib oldim. Men poyezd umuman ko'rmayapman. Menimcha poyezd yo'q, hech qanaqa poyezd yo'q. Bo'ldi, men poyezd kutyapman. Yo'q, hech qanaqa poyezd yo'q. Menimcha hech qachon kelmaydi shekilli. Nimaga kelmaydi? U doim kelib yurgan. Shuncha yillardan kelyapti. Lekin aynan shu kunni bizning qornimiz ham och va yo'q. Ovqat ham yo'q, hech narsa yo'q. Nima qilamiz endi? Oppa. Menimcha, yo-mayo bola. Men adashmasam yo'q. Bola urib ketadi o'ylabman. Yo-mayo, lekin qaranglar, poyezd. Juda ham yaxshi poyezd. Topdik, poyezd topdik va nihoyat bola. Poyezd topdik. Shuncha paytda men topolmasdan qiyalib ketgandim o'zim. Nima fanali dori olib yoqib ko'raylikchi. Nimalar bor ekan. Ana produktlar hammasi. Ana biz narsalarimiz. Qaranglar, bolalar nimaga bu yerga cho'chib yotibdi? Ichida bo'lish kerak emasmidi? Yo-mayo, hammasi mana bu oltin olma, sehrlangan oltin olma, oddiy oltin olma, mana bular va mana bular murishlar, yashil oltin olma, juda ham ko'p olmalar. Yo-mayo, hamma produktlarimiz shu yerda ekan. Hamma ovqatlarimiz. Yo-mayo, lekin qanaqasiga mana bular uzilib ketgan ekan даже. Qanaqasi? Kim uzgan bularni tushunmayapman. Qanaqasiga kim uzgan bo'lishi mumkin? Men lekin bilmadim. Albatta kommentariyga yozib, albatta videoni share qilib kommentariyga yozib qo'yinglar. Kim qilishi mumkin bu ishni? Men bilmadim lekin. Xo'sh, nima bo'lsa ham, lekin bunday qilib ko'rishimiz kerak. Men juda ham qo'rqyapman. Balkim kimdir qilgan bo'lsa juda ham qo'rqinchli. Menimcha qarashimiz kerak. Yo'q, bu hammasi joyida. Bular ham joyida. Bironta joylar ham shikast etmagan. Qanaqasiga? Вообще tushunmayapman. Kim qilishi mumkin bunaqa narsani? Juda ham xatarli lekin. Bo'ldi. Juda ham xatarli bunaqa narsa. Mayli, eshikni ochib, qani ichkariga ham kirdik, lekin hech kim yo'q ekan. Mayli, kirib ko'ramiz. Oppa, mana kirdik bola. Endi esa qani mana bu joylarga kiraylikchi. Yo'q, bu eshik yopiq. Aytingchi, bu oldingi tashqari chiqadigan eshik. Bu eshik ochiq qo'ying. Yo'q, lekin rostdan hech kim yo'q. Men odam bor deb o'ylayapman. Mayli, chiqamiz eshikdan va endi esa yo'q-mayo. Cho'chib ketdim bola. Yo-mayo, men odam o'liklari. Yo-mayo, demak bu passajir bo'lgan, poyezd boshqaradigan odam va yonidagilar menimcha yordamchilari bo'lgan. Juda ham ayanchli. Mayli. Sizlarga juda ham yomon bo'libdi. O'zi ham menimcha ko'pdan beri qolib ketgansizlar shu yerda. Tashviqlar yotibdi, o'zinglar taninglar yo'q. Nima bo'lsa ham lekin topdim va nihoyat endi esa ovqat ozuvni uyimga olib borsam, ya'ni qishlog'imga olib borsam bo'ladi. Uyimda nima qilaman? Davay bola. Let's go unda. Ketdik. Davay bola, hammasini olish kerak. Tezroq narsa olish kerak. Kelyapti, kimdir kelyapti. Tezroq yashirinishimiz kerak. Tezlashga bo'ldi. Menimcha eshik yopamiz. Oppa, bo'ldi. Yashirindik. Yaxshi bo'ldi. Qo'rqib turgandim o'zi ham bo'ldi. Yaxshi yashirinib oldik. Endi kelmasa kerak menimcha. Kelmasin iltimos. Kimdir bor ekan poyezdda, hamma yerni qidirib chiqinglar, kimdir bor. Qidirib chiqing, o'zi bor. Mana hamma yerni qidirib. Sen shu yerdasan, bilaman, hozir tashqariga chiq. Men bilib qolish shekilli. Hozir chiqaman sekin. Iltimos, faqat meni o'ldirib qo'ymanglar. Yaramas. Sen qilganmiding? Men seni o'ldiraman. Menda avtomat bor, axir, jinnimisan? Hazlashgandim. Iltimos, uzr so'rayman. Lekin men sizga qilichim. Nima savolim bor-da? Mana bularni nimaga o'g'irladingiz? Ayting. O'zimni qornim ochdi shunga.
Hay, axir endi qishloqqa borsangiz sizga atigi uncham bitta izimrudga beradi-ku, axir unchayam qimmat emas. Ha, o'sha bitta zimrat ham yo'q menda. Yo'qmi-yu, nima bo'lsayam, endi-da nima bo'lsayam deb, mayli. To'g'ri aytasiz, nima deyishniyam bilmayman. Nu, Hoziroq avtobusga chiq, o'tiradigan qarachashlarga, vagonga chiq, tezroq bor, o'zi otib tashlayman, yaraman. hozir uzr so'rayman. Hop, bor, tezroq bor, mana bularni olib ketishim kerak men. Hozir bo'ldi. Chiqib qoldik. Menimcha judayam xatarli inson bu. Men judayam qo'rqib ketdim. Ko'zlari judayam qo'rqinchli narsa bor edi. Ha, bo'ldi. Eshik bor, eshik yopiq, hamma eshik yopiq. Endi nima qilaman? Bir narsa qilib o'zim chiqishim kerak bu yerdan. Qo'sh. Qani hamma yerni qidiraylikchi. Hech narsa yo'q. Yo'q. Nima qilsam bo'ladi? Bolalar savol. Nima qilaman bu yerda? Уже tiqilib qoldim men. Bu joyda men yo'q ketaman. Ha, endi men shu yerni yo'q quraman bu poyezdni. Yo'q, biz bunga kelishmagandik. Men hoziroq chiqishim kerak. Opa, chiqdim. Bu yo'q, jinni. Aynakni olib ketish esdan chiqib qopti. Ha, juda ham menga plyus ishladi. Xo'sh, ana u yerda turibdi menimcha. O'shani olishim kerak, tezlash kerak faqat. Juda ham tez charchab qolyapman. Menimcha qaysi tarafda turadi? Hozir sekin mana bu nelardan, daraxtdan o'tamiz. Oppa, yaxshi. Burchagidan o'tish kerak. Ustidan o'qib tashaveraylik. Bu qilich olish kerak ekancha, qilich oldik. Xo'sh, endi esa o'shani oldiga boramiz. Sekingina uni o'ldirish kerak. Faqat baqirib yubormanglar faqat bolalar. Oppa, bo'ldi. Men yaramas. Bo'ldi, o'ldi. Bo'ldi, ovqatlarimizni qutqarib qoldim. Juda ham xursandman. Endi esa ochqa qolmaymiz. Aniq ochqa qolmaymiz. Juda ham yaxshi bo'ldi. Juda ham qiynalib ketgandim o'zi ham. Yo'q. Bularni topaman deb nimalar qilib tashladim o'zi ham. Mayli. Nima bo'lsa ham juda ham yaxshi bo'ldi menga. Juda ham xursandman. Sizlar ham xursand bo'lsangiz albatta kanalga obuna va like bosinglar. Sizlar men kompot bo'ldim. Keyingi videolarda ko'rishguncha hammaga xayr bo'lsin. Let's go.